bellashuv bayramlaringizga hammalaringni tabriklayman. Kelayotgan 8-mart bilan qizlarimizni hammasini tabriklayman. O'qishlaringda, ishlaringda. Zahirova Esosa, Aliqulova Laziza, Ahmadova Umida, Namirova Munisa, Toshboyeva Sabina. She'riy tanqid birinchi shart she'r O'zbek elidan qaynoqdirdan Odinaxondek qizdan salom assalom. Odinaxon mening ismimga masdar ismim. Qo'lim ko'ksimda assalomu alaykum. Oilamizning safiga ustim safga dadam. Quyoshimizdir ayam bor yana bitta akam. Ukalarimning safi yaqinda ikkita bo'ldi. Behad xursandman, shodman. Oilamiz ham jam bo'ldi. Otam buvim bizlarni duo qilib turadi. Shunga dadam ishlari doim olg'a yuradi. Rasm chizsam zavqlanaman, shu san'atga qiziqaman. Kelajakda men lekin zo'r o'qituvchi bo'laman. Baholarim 5 a'lo, ustozlarim bebaho. Ota-onam faxriman, shu yurtga jonim fido. Rahmat sizga ustozlar, ota-onam sizga rahmat. Jonajon do'stlarim, tilayman sizga omad. ikki qo'lim ko'ksimda assalomu alaykum. Salomim bor dilimda, har bir ishda chaqqonman, odamlarga yoqqanman. Hamma ishda birinchiman, insonli o'quvchiman. Oilada 5 kishimiz, men, ukam, dadam, oyim, ota-onamning ishongan eng porloq yulduziman. Kelajakda men albatta zo'r o'qituvchi bo'laman. Hozir 3-sinfning o'quvchisi bo'laman. Bebaho ustozlarim etagidan tutaman. Har oqilona kuningizni kutaman. Baholarim sizga taqdim qilaman. Baholashda kamchiliklar bo'lmasin, yosh yuraklar izda bo'lib qolmasin. Yuzlarimda tabassum, bellashuvga bog'lab ber lazizaxon yengilmas. O'zbegimning qiziman, To'mariz liziman, Nodirayu Quvayiza, men ularning qiziman. Qolsaga bo'sh vaqtim, badiiy kitob o'qiyman, yozib turli she'rlarni bichib tikib to'qiyman. Oilada 4 kishimiz, dadam, ayam va o'qcham, men bilan to'liq bo'lar ahil inoq oilam. Men kelajakda orzuyim shifokor bo'lmoqchiman. Elimga xizmat qilib rahmatlar olmoqchiman. Salom go'zallar, hech kimni ayamas bu taqdir azal. Assalomu alaykum sizlarga. Salomatlik tilayman. Kasal bo'lmangiz hech ham. Ota-onam Umida, ismim mening Umida. Oilada 8 kishimiz. Otam boshdir bizlarga, ularga yonbosh. Hammaga g'amxo'r dadam. Maslahatchidir ayam. Ikki opam bor yana. Chin do'st menga dugona. Juda sho'x jarjikam. Mard yigit bo'lgin chinakam. Assalom deganimda sayradingizlar. Assalom deganda alif qilasiz. Ushbu salomimni qabul qilasiz. Tug'ilgan mashhurliklar aynan markazda. Meni ismim Sabina, oyim ismim Zamira. Oyimga yordam maktabda a'lochiman. Bilim olib albatta bo'laman men shifokor. O'zbek tilidan dadam ayamning ko'rar ko'ziman. Ukam bor bitta sho'x bola juda. Dadam ayamni oilamiz bo'lardi. Darslarni qoldirmay maktabimni sevaman. Shu sinfning 3-sinf o'quvchisi bo'laman. Bo'lsam deyman shifokor, o'z ishiga fidoqor. Libosimdek ko'nglim ham maktabga borsaman. Hakamlarga qisqacha tanishtirdim o'zimni. Hammaga omad tilab yakunladim so'zimni. Tarbiya, tarbiyya, oila. Boshlang.
Albatta sanitariya qoidalariga rioya qilyapti va reglamentni 15 daqiqa. Boshlaymiz ekan. Boshlagunga qadar yigitlarimiz qo'shiq raqs ijro qilib berishadi. Qashqadaryoning tog'laridan keldi. Men ham bir qo'shiq aytsam bo'ladimi? Sizniki qandaysi? Salat. Nega ikkilaring bitta qilyapsiz? Umid olib kelmabdi. Umid olib kelmadingizmi? Sizniki qani? Sabina?
kelmadingizmi? Молодец qizlar. Sen farklı şapkalar nasıl joyga qo'yibsan Sabina, lekin nasıl Xudo biladi. Hech kimga yomonligim yo'q. Kim kimligim Xudo biladi. Onam meni yaxshi ko'radi. Sen eskiroq usti bosh kiysam, do'stlarimga yoqmay qolaman. Hech bahosiz qolganimda ham onam meni yaxshi ko'radi. Kim yana? Keng Umida. Keng Aziza. Bo'ldimi? Bormi? e'lon ballarni o'zlari eshitib olishi kerak-da endi. Biz hammasini tushuntirib aytamiz, kimga necha qo'yganimizni qizlar. Keyin sizlar savol javob bo'lmasin, uyingizdagilarga to'g'ri ma'lumot oling. Kim nechinchi, nima uchun, qanday holatlarda birinchi o'rin, kim ikkinchi o'rinni biz aniqlashimiz kerak-da. Chunki bu o'z nomi bilan baliqimizni konkursda musobaqasi. Birinchi o'ringa, ikkinchi o'ringa eng moslarni tanlashimiz kerak. Shunda biz haqqoniy baho qo'ygan bo'lamiz. Endi birinchisi sherik tanishtiruv ekan. Hammalaringga ustozlaring bir-biridan chiroyli qilib, o'zlarining oilalaringizda kelib chiqqan holatda sherik tanishtiruv yozib beribdi. Ustozimizga rahmat aytamiz. Jumlalarni kelishtiribdi, ma'lumotlarni kelishtiribdi. Lekin buni bu she'r bir vaqtda berilgan, hammaga yodlash bir xil muddat berilgan. Shunda ozgina hayajonlarim tufaylimi? Hamma yodlaganda har xil yozib berdi. Shu asosda biz sizga ball qo'yib chiqdik. Odina juda ham chiroyli yozib berdi. Tutilmadi, qaytarib bo'lmadi o'rtada. 5 ball qo'ydik. E'zozaga ham 5 ball qo'ydik. Umida ozgina tutilgan, to'g'rimi? Ozgina yodlash soni kam bo'lgan edi. Shunga 4 ball qo'ydik. Munisa chiroyli yozib berdi, 5 qo'ydik. Sabinada ham chiroyli bo'ldi. Qayta-qayta yozlardi, tutilishlar bo'lmadi, 5 qo'ydik. Laizada ozgina esidan chiqdi, hayajonlangan, shuning uchun 4 qo'ydik. Endi crossword shartida hammaga bir xil savol berilgan, 7 ta savol. Savolda birovlar to'liq bajargan, savolga to'g'ri javob topgan, lekin hammangizda grammatik xatolar bor. Shuning uchun o'sha xatolardan biz har bitta qilgan xatongizdan 0.5 balldan olib tashladikda, umumiy bahoda, demak crosswordda Odinaga 5 ball, 7 ballik sistemada baholadi. 7 ta savol bo'lgani uchun har bitta to'g'ri javobga 1 balldan berildi. Xatolarni olib chiqqanimizda 4 ta xato chiqdi. 4 ta xatodan 0.5 balldan olganimizda 2 ball ayrildi, 5 ball oldik. Endi e'zozada ham xuddi shunaqa 4 ta xato bo'lgani uchun 5 ball qo'ydik. Umidada 2 ball, chunki to'liq bajarilmagan, ikkinchi xatolaring ko'p. Xatolar sonini ayirishgasi 2 chiqdi. Munisada 4,5 ball. Nechta xato qilganlaring bir bo'lsalaring bo'ladi, odamlarlaring. To'g'rimi? Sabinada 6 ball, Laysada 3 ball. Tushundingizmi? Bilib oldingizmi qanday ball berganimizni sizga? Endi salat tayyorlashda mana birinchi, ikkinchi qizimizni bir sizlarga o'rnak qilib ko'rsatishimiz mumkin. Umidani ham, chunki qo'llarni qo'lqoplari bor, ham tozalik jihatdan, ham dasturxonga qo'yib, ana va salatga mana shu shartga tayyorgarlik ko'rish jihatdan boshqaga o'rnak qilib ko'rsasak bo'ladi. Chunki haqqoniy tayyorlagan. Haqqoniy tayyorlagan. Mana Sabinada oyog'i farqlar, shartlar juda ham chiroyli qilsam-da,
kerak, bog' bo'lishi kerak. Fardu. Boshda biz oshxonaga kirganimizdan keyin boshimizga ro'mol o'rashimiz kerak, kashofga kiyishimiz kerak. Chunki tozalik, sanitariya deganiga amal qilishimiz kerak. Shu jihatdan biz hamma jihatlarni hisobga olgan holatda salat tayyorlashda Odinaga 5 ball qo'ydik. Chunki vaqt reglament berilgan bizga, vaqtni bilishimiz kerak. Keyin Odinada ham juda ham chiroyli tayyorgarlik bo'lgan. Hamma ish jarayoni ham yoqdi, lekin vaqtdan ozgina yutqizganligi hisobiga biz 4,5 e'zozaga. Tushunarli? Endi Umida ko'p narsasini uyda tayyorlab kelgan, lekin keyin bodring to'g'radi, nima qildi? Mayli, salating chiroyli chiqdi qizim. 4 ball qo'ydik. Keyin Munisa uyda hamma narsasini tayyorlab kelgan, faqat bittiki anosini aralashtirdik, konservani aralashtirdik. Lekin boshda shapka yo'q, ro'mol yo'q, fartuq yo'q. Keyin boshqa sog'likka hozirgi ko'rmadik dasturxoningda 3 ball qo'ydik. Endi biz boshqalarni ko'proq qilgan mehnatni yuzaga chiqarishimiz kerak. Chunki bular uyda ko'p tayyorgarlik ko'rgan, to'g'rimi? Bu Sabina bilan Nazisaga olib kelmasang mayli 1 balldan qo'y. Chunki siz ustozlarni tayyorlab aytgan, to'g'rimi? Olib kelishingiz kerak edi. Hozir biz sizga undan yuqori ball qo'ya olmaymiz. Chunki farqi bizlar yo'q. Bizga natija yo'qdi. To'g'rimi? Natija yo'q bo'lgandan keyin yo'qdi. Biz ko'rolmadik sizni qanday pichoq ushlaysiz, tozaligingiz qanday, mana bu shartga tayyorlaganligingiz qanday. Bilmadik-da. Umida endi uyda ko'p narsasini uyda tayyorlab kelibsiz, to'g'rimi? Mana bu sabzilaring o'zi tayyorlangan, to'g'ralgan. Ana bu endi filtrlarning tayyorlab go'shtlarni ayiq to'g'rab berib oldi. Bu yerda bodring to'g'rab. Biz mehnatingizni ham ko'rsatishimiz kerak edi. Kim ko'proq mehnat qildi, kim tez harakat qildi, kim toza harakat qildi. Shundan kelib chiqib biz sizga shunaqa ball berdik. Tushunarli? Oldingizmi? Xo'p, endi biz erkin shartingizga ishlaymiz. Keyin Xorazm yoqmoq ko'zim, sochim hamlamsa yosh, so'yrakim paydo bo'lib, yulduz sumroq yoqmoq rahmat. Odina qizimiz rasm chizyapti. Erkin mavzuga. Endi erkin mavzu bo'yicha hozir baho qo'ydik, mana ustoz bilan birgalikda. Qarang, erkin mavzu bo'yicha Odinaga rosa chiroyli chizdi endi. Hamma shunday ochilsa kerak, shu o'zida oldilaringda qilib berdi, 5 baho qo'ydik. E'zozaga 4 qo'ydik. She'rni yaxshi aytdi, lekin ifodali o'qimadi. Umida ham xuddi shunaqa. G'azaliyotlarning Navoiy bobomizni, lekin uni shunaqangi chiroyli aytish mumkin edi-da. Sen ifodali aytmaganingda sen ham to'g'ri. Endi keyingi qizimiz Munisaga ham to'g'ri qo'ydik. So'zlarni xato aytdik, lekin ifodali aytishga harakat qildik, lekin so'zlar xato chiqdi. Keyingisi Sabina qizimizga to'g'ri qo'ydik. Yaxshi yo'qlar, tutilmadi, lekin xuddi avtomatdek aytdi. Chiroyli ifodali aytish kerak. Undan keyin she'r qizlarlar aytilishiga, chiroyli ifodali aytilishiga e'tibor bering, xo'pmi? Keyingi so'zlaringizga 3 qo'ydik. Sababi o'zingizga kerak 3 qo'ydik. Esidan chiqib qoldi. Endi jami to'plagan ballaring bo'yicha Laziza 10 ball, Sabina 11 ball, Munisa 16,5 ball, Umida 14 ball to'pladi, E'zoza 18,5 ball to'pladi, Odina 20 ball. Birinchi o'rinni demak
Sovg'alarimiz bor. Hozir sovg'alarimizni topshiramiz. Birinchi o'ringa Abdunabiy va Odina. Mana tojini kiydiramiz. Mana podarkasi, mana podarkasi. Keyin tojimni o'zim kiydirib qo'yay. Qarsak chalamiz. Tabriklaymiz, olqishlaymiz o'rtog'imizni. Bittasini berasiz. Tabriklaymiz E'zoza. Olqishlaymiz. Mana sovg'amiz,